Do'stlar, assalomu alaykum. PlayStation 5 Pro dan ham Xbox Series X dan ham qimmatroq va bu kuzda chiqadigan GTA 6 ni o'ynash uchun juda ham mos keladigan Valve kompaniyasining uzoq kutilgan Steam Machine. U allaqachon sotuvda va allaqachon out of stores, ya'ni sotuvda tugagan va bugun bizning studiyamizda. Rasmiy narxlarga keladigan bo'lsak, 512 gigabaytli versiyasi $1050, 2 terabaytli versiyasi $1350. Lekin bu narxdan bu mashinani hozir Steam Machine'ni sotib olishi hech qanaqa iloji yo'q. Bizda ham aynan shu ekzemplari 512 gigabaytli bizning qo'limizdagi hozir. Ya'ni ofitsial o'sha predzakaz qilingan, oldindan buyurtma qilgan odamlardan ustiga pul qo'yib olib keltirishga majbur bo'ldik, chunki sotuvda yo'q. Hozir agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, navbatga turasiz va 2027-yilda yetkazib olib kelib berishadi sizga. Agar Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsangiz, o'tdan yana bu yoqqa olib keltirish kerak. Bizga aynan shu gadjetni, demak, Toshkentga olib keltirib berishga Globin kompaniyasi yordam berdi. Shuning uchun bu kompaniyaga minnatdorlik bildiramiz. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan gadjetlar olib kelish bo'yicha alohida kontent bor kanalimizda. Mabodo agar ko'rmagan bo'lsanglar, ushbu havola orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman sizlarga. Narxlarni aytib o'tdik. Eng qizig'i, bu narx ichida Steam kontroller ham yo'q. U bilan birga olsangiz, ya'ni mana Steam kontroller bilan birga olsangiz, yana $80 qo'shiladi. Taqqoslash uchun PlayStation va Xbox narxlarini yoniga qo'yib ko'ring. Tag'in avgust oyida boshlab ularning narxi yana oshishi kutilyapti. Shuning uchun agar konsol olish niyatingiz bo'lsa, GTA chiqishidan oldingi ajiotaj boshlanmasdan va narxlar ko'tarilmasdan oldin hoziroq olishni maslahat beraman. Lekin narxlar oshgan taqdirda ham komplektida gamepad bo'lgan istalgan konsolingiz ichida kontrolleri ham bo'lmagan bazaviy Steam Machine'dan baribir arzonroqqa tushadi. Shunga qaramay, yaqin yarim yil yoki 1 yil ichida Steam Machine'ni topish boyaga aytgandek juda qiyin bo'ladi. Rasmiy saytda hammasi sotib tugagan, hatto Steam kontrollerini yetkazib berish ham 2027-yilga surilgan. Muxlislar Valve qurilmasini hatto shuncha pulga ham sotib olishga tayyor. Faqat Valve'ga vaqt masalasida umuman omad kulib boqmadi. Operativ xotiralar inqirozi tufayli narxlar o'sib ketdi. Insiderlarning aytishicha, aslida bu qurilma $750 atrofida sotilishi rejalashtirilgan edi. Valve muhandislarining o'zlari ham $1050 juda qimmat ekanini va xotira yetkazib beruvchilar bilan kelishishning umuman iloji bo'lmayotganini tan olishmoqda. Bozorda 1 terabayt xotirasi va gamepadi bor PS5 Slim turganda, qolaversa 10 yillikning eng yirik relizi kutilayotgan bir paytda Steam Machine kimga va nega kerak? Hozir hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, bizdagi versiyasi do'stlar 512 gigabaytli bundleda Steam kontrolleri ham bor. Endi bundleda bor degani qutisini ichiga Steam kontrolleri ham solib qo'yishgan. Xo'p, Steam kontrolleri qutisining ichida mana demak yana bitta quti. Mana shunaqa Steam kontroller. Bismillahirrohmanirrohim. Mana do'stlar, demak, Valve kompaniyasining Steam kontrolleri mana shunaqa ko'rinishga ega. Komplektida mana shunaqa bir dongle ham bor, ya'ni uzatgich. Buni qutiga qo'yganimizda, demak, signal orqali bog'lanadi gamepad bilan. Xo'p, bundan tashqari USB-C kabeli bor. Demak, dongle borligini aytdim va bu yoqda hujjatlari. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q qutida. Xo'p, endi Steam Machine'ni o'ziga keladigan bo'lsak, Bismillahirrohmanirrohim. Mana O'zbekistonda ilk Steam Machine'ni, demak, qutidan chiqarish jarayoni raspakovkasi do'stlar. Hop. Qadog'i ham juda ajoyib ekan. Matoni ichiga o'ralgan. Birinchi marta ko'rishim bunaqa qadoqda kelayotgan, demak, o'yin pristavkasini. Mana o'zi do'stlar, mana shunaqa kub ko'rinishiga ega.
Agar 2 terabaytli versiyasini oladigan bo'lsanglar, do'stlar, mana bu oldidagi paneli buni magnitda qotiriladi. Mana, ya'ni 2 terabaytli versiyasida oldiga boshqa qoplamalar ham bo'ladi. Matoli qizil qoplama bo'ladi va taxtadan yasalgan qoplama bo'ladi. Lekin menimcha hozir 3D printeri bor odamlar, demak, xohlagan qoplamasini printerda ham bosib chop etsa bo'ladi deb o'ylayman. Bundan tashqari, demak, qutisida HDMI kabeli bor va demak, shnur pitaniya, ya'ni quvvatlash kabeli bor. Bo'ldi, boshqa qutida umuman hech narsa yo'q. Yo'q, bu yoqda mana yana makulaturasi ham bor ekan. Xullas bo'ldi. Shu bilan boshqa qutida hech narsa yo'q. Demak, qutini hozir olib tursak ham bo'ladi. Do'stlar, Steam mashinani o'zi umuman olganda, demak, bu gamepadsiz ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni istalgan bir aksessuarni bunga ulasa bo'ladi. Sichqonni ham ulasa bo'ladi, klaviaturani ham ulasa bo'ladi, quloqchinni ham ulasa bo'ladi, tashqi kolonkalarni ham ulasa bo'ladi va alohida bir gamepad sotib olib, uni ham ulab qo'ysa bo'ladi. Hammasida bu ishlaydi. Bu deyarli kichkina bir kompyuterdek o'xshagan narsa, faqat Windowsda emas, bu Steam mashinada, demak. SteamOS o'rnatilgan, lekin bunga Linux ham, Windows ham o'rnatib qo'ysa bo'ladi, ya'ni kichkina kompyuter sifatida ham ishlatsa bo'ladi buni. Do'stlar, bu qutini chiqarish bilan, Steam mashinani chiqarish bilan yana bir qiziq bir hodisa bor, ya'ni Zibrand brendi g'iloflar ishlab chiqaradi smartfonlar uchun. Aynan shu quti uchun qoplama ishlab chiqargan, g'ilof ishlab chiqargan ustiga mashhur o'sha Portal o'yinidagi, demak, kub bor, o'sha kub shaklidagi buni ustiga qoplama ishlab chiqargan. Lekin ular Valve'dan buning uchun ruxsat so'ramagan, sotuvlarni e'lon qilishgan, ya'ni oldindan buyurtma berishni e'lon qilishgan, odamlar pul to'lagan, oldindan buyurtma berishgan, biroq Valve keyin bu narsani to'xtatgan, ya'ni qarshilik bildirgan bu narsaga va Zibrand, demak, majbur bo'lgan o'sha xarid qilgan odamlarga pulini qaytarib berishga va shu narsalar sotuvga chiqmadi. Lekin hozirgi kunda demak, tarmoqda juda ham ko'p chizmalari bor bu narsalarni, ya'ni o'ziga olgan odam o'sha chizmalarni olib, 3D printer bor odamga, demak, buni buyurtma berib, bostirishi mumkin va qoplamaga ega bo'lishi mumkin. Biz ham alohida buyurib qo'ydik bu narsani. Demak, yaqin haftalarda tayyor bo'lgandan keyin alohida yana ko'rsatamiz, aynan o'sha Portal o'yinidagi kubda qanaqa ko'rinadi Steam mashin. Demak, dizayn va o'lchamlar kub shaklidagi bu qurilma juda ajoyib ko'rinadi, minimalistik, kompakt va universal. Istalgan interyer va stolga juda ham chiroyli ko'rinadi. Plastigi xuddi Xbox Series X ni eslatadi, faqat qora rangi bor. Yaqin yillarda boshqa ranglar kutilmayapti. Uni boshqa konsollar Xbox Series X, PS5 Slim va PS5 Pro bilan solishtirib ko'ring. Hatto Steam Deck ni yoniga qo'ysangiz ham Steam mashinani eng kompakt statsionar konsol deyish mumkin. Televizor tagidagi tumbada ham, ish stolida ham juda ham kam joy egallaydi. Texnik jihatdan bu Mac Studio o'lchamidagi mini PK. Unda Linux tizimi turadi. Xohlasangiz Windows o'rnatib ishlatishingiz ham mumkin. Demak, portlar va tugmalar. Ikkita USB-A, microSD sloti, yonish tugmasi va soslasa bo'ladigan RGB indikator bor mana bu yerda. Orqa tomonda display port, HDMI 2.0, gigabitli Ethernet, ikkita USB-A, bitta Type-C va quvvatlash porti. Qisqasi, buni ancha kuchliroq bo'lgan statsionar Steam Deck deb qabul qilish mumkin. Divanda o'tirib, kontrollerdagi tugmani bosasiz, konsol 3 soniyada yonib, o'yinni kelgan joydan davom ettirishingiz mumkin. Aloqa tizimlari juda yaxshi ishlangan. Wi-Fi uchun ikkita antenna, Bluetooth uchun bitta va Steam kontrollerini to'g'ridan to'g'ri 2.4 GHz chip orqali ulash uchun alohida antenna o'rnatilgan. Hech qanaqa tashqi USB dongle shart emas. Endi kamchiliklariga to'xtalamiz. 8 GB video xotira. 2026-yilda 1440p va ayniqsa 4K o'yinlar uchun bu juda ham kam. Mobil RX 7600 darajasidagi ko'rsatkich, 16 GB operativ xotira, DDR5, eng qizig'i ba'zi partiyalarda 16 GB li bitta flashka, ba'zilarda esa 8 GB li ikkita flashka o'rnatilgan. Valve bu farq sezilmasligini aytayotgan bo'lsa-da, testlar shuni ko'rsatadiki, protsessor ahamiyatli bo'lgan o'yinlarda ikkita flashka qo'yilgan, demak, versiyalari 20% gacha ko'proq FPS berishi mumkin. Upgrade qilish imkoniyati, agar bunga keladigan bo'lsak, protsessor va video karta plataga payvandlangan, ya'ni ularni o'zgartirib bo'lmaydi.
Lekin operativ xotira bu yerga notebookga o'sha sodim xotirasi tushadi va SSD 2230 yoki 2280 formatidagi korpusni ochib bemalol almashtirishingiz mumkin. Shovqin va sovutish tizimiga keladigan bo'lsak, ichida katta radiator va kuler joylashgan. Yuklama ostida ham umuman shovqin solmaydi. PlayStation 5 darajasida, hatto undan ham sokinroq ishlaydi deyish mumkin. Uyda PlayStation 5 bor, shuning uchun bilaman. Do'stlar, endi buni sinab ko'rish uchun men studiyaga bir yordamchi komanda chaqirdim, yordamchi guruh chaqirdim. Hozir demak alohida studiyani bir burchagiga joy qilib qo'yamiz va o'shda demak sinovdan o'tkazamiz. Steam mashina. Faqat buni sinovdan o'tkazish uchun yana bir qutidan chiqarish marosimi bo'ladi, yana bir raspakovka bo'ladi. Demak, hozir uni ham ko'ramiz. Xo'p, do'stlar, endi o'yin pristavkasini testdan o'tkazish uchun tabiiy hol televizor kerak. Televizorni olish uchun biz Televizor Optim Telegram kanalidagi demak ukalarimizga murojaat qildik. Ular bilan bir ozgina maslahat qildik va ular aynan mana shu LG QNET, ya'ni mini ledli televizori tavsiya qilishdi. 75 dyumli, bu 189 sm buni diagonali. Demak, aynan mana shu model o'sha pristavkalarni sinovdan o'tkazishga juda ham yaxshi bo'ladi. Bizga mana taqdim etishdi bu televizorni. Buning uchun biz minnatdorchilik bildiramiz Televizor Optim kanaliga va demak izohlarda ushbu kanalga havolani qoldirib qo'yaman. Demak, kanalga o'tib, obuna bo'lib ko'rishingiz mumkin. Har kuni o'tda yangi bir televizorlar haqida informatsiyalar chiqadi, tanishishingiz mumkin. Murojaat qilib, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javoblar olib, uyga yoki dachaga yoki dam olishingiz uchun yoki kinoteatr qilish uchun uyda 43 dyumdan to 110-120 dyumgacha, demak oddiy LEDdan OLEDgacha bo'lgan $400 $25,000 bo'lgan televizorlarni xarid qila olishingiz mumkin. Demak, havola orqali o'tinglar va obuna bo'linglar. Bu yoqda hozir demak o'ynashga sharoit yaratishga harakat qilamiz va aynan shu yerda Steam mashinani demak testdan o'tkazamiz. Hozircha endi televizorni shunday bir raspakovkasini amalga oshirib demak sizlarga ko'rsatamiz qanaqa televizorligini. Xo'p, do'stlar, endi o'yin testlarimiz natijasiga keladigan bo'lsak, 4K rezolyutsiyasida 1 soatdan ortiq o'ynaganimizda temperatura 70 gradusdan deyarli oshmadi. Sovutish tizimi bo'yicha Valve juda ham ajoyib ish bajargan deb o'ylayman. Nashrlar va blogerlar 4K 60 FPS chiqmaydi deyishgandi, lekin optimizatsiya yangilangandan keyin natijalar yomon emas. Demak, Cyberpunk 2077 da 4K o'rtacha sozlamalarda va trasirovka bilan 50-55 FPS beradi. FSR uchib birni yoqsangiz 60 FPS bo'ladi, lekin input lag, kechikish paydo bo'ladi. 1080 maksimal sozlamalarda esa stabil 60 FPS bor. 007 Bond First Light 4K ultra sozlamalarda FSR bilan 55-60 FPS. 1080 da esa hech qanday FSRsiz 60 FPS bor. Gothic 1 Remake Unreal Engine dvigateli sababli 1080 o'rtacha sozlamalarda FSR bilan stabil 60 FPS olish mumkin. Dying Light The Beast 1080 o'rtacha sozlamalarda FSRsiz 60 FPS. Umuman olganda qurilma o'zini taxminan original PS5 darajasida ko'rsatmoqda va bu $1050 evaziga. Demak, xulosa va verdikt: Steam Machine bu PK va konsol o'rtasidagi gibrid yaratishga bo'lgan juda yaxshi urinish. Plus tomonlari top darajadagi kompakt dizayn va ovozsiz ishlashi. Steam OS tizimining konsollarga xos qulayligi, tezkor yonishi, kutish rejimi, istalgan periferiyani ulash va Linux, Windows o'rnatish imkoniyati. Minus tomonlari $1050 narx uchun 8 GB video xotira juda kam. Komplektda gamepadning yo'qligi, onlayn anti-cheatlar tufayli ba'zi o'yinlar, masalan Battlefield 6 Linuxda ishlamaydi. Demak, xulosa: Steam Machine ajoyib qurilma, lekin 2026-yilda PS5 Pro va Xbox Series X fonida o'zining qimmat narxi va tanqis ekanligi sababli ommaviy mahsulotga aylanishi juda qiyin. Bu qurilma hozircha PK gaming qulayligini
va konsol formatini birdek xohlaydigan entuziastlar hamda Valve muxlislari uchun ideal tanlovdir. Do'stlar, agar kontent sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, izohda o'z fikringizni qoldiringlar va kanalimizga obuna bo'linglar. Yana ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.